الصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar. Yaratganga hamd va sanolar bo'lsin. Sizni bizni musulmon farzandi qilib yaratib, qalbimizga hidoyat berib, iymonimizni mustahkam aylab, mana shu juma kunini ulug'ligini bildirtirib, o'zi buyurib farz etgan namoziga loyiq ko'ribdi. Masjidga keltiribdi. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Hammamizni rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Birodarlar, mana hozir shu Talbisul Iblis kitobni davomini yana etib beramiz. Hayotimizda bu iblis, bu shayton ko'p bizni chalg'itadi. Bizni ashaddiy dushmanimiz. Otamiz Odam alayhissalomni shundoq jannatdan ketishlikka sabab bo'lgan va butun qiyomatgacha ne insonlarni ha ibodatda bo'lsin, ha boshqada adashtirgan, noto'g'ri yo'llarga kirgizdirgan mana shu mal'un la'in shayton bilan qanday kurashish kerak, nima qilish kerak, mana shularni Alloh subhanahu va taoloning kalomidan, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan, ulamolardan, ulug'zotlardan olib yozib, sizni bizga mana shu ta'limotni beribdi. Biz ham jumada shuni davomini qilib ketaveramiz. Shu kelgan joydan yana davom. Abu Musa Ash'ari aytadilarki, sahoba Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan eshitib rivoyat qilyaptilar. Shayton tong otganda o'zini mal'un tojini kiyib, butun katta gunoh ishlarni qiladigan askarlariga, qani sen nima ishlar qilding bu kechasida desa, bittasi aytarkanki, men ikkita eri xotinni hech qo'ymasdan eri taloq qo'yvordik, taloq qildirtirvordim. Halol xotini o'ziga harom bo'ldi. Ha boshqa xotinga uylanishi mumkin. Xo'sh, sen nima ish qilding deb boshqasidan so'raganda, men ota bolani urushtirib qo'ydim. Oxiri otasi oq qivordi, oqpadar qilib duo qivordi. Yarashib qolib, o'g'li yana kechirim so'rasa, duoyi badini bekor qilib, bolasini haqqiga yaxshi duo qilvorishi mumkin. Bu ham katta ish emas. Xo'sh, sen nima ish qilding? U aytarkanki, men shundoq bir ish qildimki, bu kechasida ko'p odamni zino qildirtirdim. Yaxshi qilsan, bu ishingda 3-o'rinni egallading. Ikkinchisidan, sen nima ish qilding? Men aro ishtirtirdim. Mas qildirdim. Aqlini yo'qotib, ko'p ishlarni qilardi. Yaxshi, sen 2-o'rinni egallading. Sen nima ish qilding? 3-sidan so'raganda, men urush turib qo'yib, ikkita og'aynini oxiri bittasini o'ldirdi. Sen oliy daraja, 1-o'rinni sen olding. Bitta odamni bir odam o'ldirishligi
O'lgan ham do'zaxi bo'lib qoldi, o'ldirgan ham. Chunki bir-biri bilan urush qilishdi. Bu uni o'ldirmasa, buni bu o'ldirardi. Mana ikkita odamni iymonsiz ketishiga, iymonsiz ishlarni qilishiga, katta gunoh ish qilishiga sabab bo'lsan, sen birinchi o'rinni olsan. Bir daraxt bor ekan. Bu daraxtga odamlar cho'qinar ekan. Borib sig'inar ekan. Lata bog'lashib, menga bir farzand bersangiz deyishar ekan. Yo qizil lata bog'lab, menga bir boylik omad bering derkan. Yo lata bog'lab, o'g'limga xotin topolmay yuribman, shu bir baxtini bersa deb daraxtga har balolarni bog'lab daraxtdan so'rashar ekan. Bu yo'llarimizda, dalalarga yo'llarda tushganimizda shunaqa daraxtlarni ko'rganmiz. Ko'zimiz tushadi ham, latalar osib qo'ygan daraxtlarni. Ayniqsa bir mozor bo'lsa, palonchi otani mozorini oldidagi daraxtga shunaqa narsalar osiladi. Bu o'zidan butga sig'inish, daraxtdan bitta endi but bo'ladi, o'shanga sig'inish, daraxtga ibodat qilish bo'ladi. Bir obid odam bunga chidolmabdi-da, boltani olib shu daraxtni debdi kesib yuboraman. Odamlar namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, daraxtga borib sig'inadi, daraxtga borib lata bog'laydi, dardini aytadi. Uni ibodat qilish kerak, namoz o'qish kerak. Buni endi tushunmasdan dindan chiqib ketayotganini o'zi bilmaydi. Boltani olib haligi obid daraxtni chopaman deb ketyapsa, bu daraxtga sig'intirayotgan kim? Shayton. Shaytonning ham uncha-muncha ilmi bordi. Mashinasi buzilib qolgan bo'lsa, daraxtga bunda lata bog'lasa, birdan mashina o'zidan tuzalib qolsa, ana. Men shu daraxtga latani bog'ladim, o'zidan o'zi tuzalib qoldi mashinam deydi-da, uni latani ko'proq bog'lab yuradi. Yo bir ish bo'lsa, o'shani to'g'irlab qo'yadi, shaytonda ham ilm bor-da. O'zidan daraxtga sig'inib qoladi. Haftada bir borib turadigan bo'ladi. Bir ikkita ishini to'g'irlab qo'yadi shayton ilmi bilan. Endi shuni kesaman deb borsa, shayton bir odam suratida chiqdi-da, birodar, maqasan kesib kesmagin, sendan iltimos. Odamlar daraxtga sig'inib iymonidan ajralib butparast bo'lib ketyapti. Men sindiraman, Alloh uchun sindiraman desa ham yalindi. Menga qara dedi, qambag'alsan dedi. Har kuni ertalab shunday yostig'ingni ko'tarsang, ikkita tillo dirham olaverasan. Qaytdan seni qo'lingdan keladi. Xo'p, dur, men eplasam bo'ldimi? Sen shunday o'yganganingda yostig'ingni ko'tarasan, ikkita dirham tanga turadi. Shu daraxtni kesmagin. Haligi ikkita dirhamga bechara obid aldanib qopti. Sahar tursam, yostig'imni bundoq ko'tarsam, ikkita tilla tanga tursa, bo'pti, sig'insa, sig'inavermaydim, menga nima debdi-da, ketibdi orqasiga qaytib. Uxlab ertalab bundoq yostig'ini ko'tarsa, ikkita tilla tanga turibdi, xursand yonga urgan. Ertasiga yana uyg'onib qarasa, bor. 3-kun yo'q, 4-kun ham yo'q. Jahli chiqibdi-da, nomard 4 ta dirham berib boshqa bergani yo'q. Har kuni chiqib turadi debdi-da, boltani ko'tarib daraxtni sindirgan ketibdi. Daraxtni oldiga kelganda shayton o'zini bo'yi basti bilan ko'rinibdi. Ha, nima qilmoqchisan? Shaytonni ko'rib qaltirab qopti hali obid. Men shu daraxtni kesaman. Meni ko'ryapsanmi kuchimni? Majag'ingni chiqazib yuboraman, bo'yningni uzib yuboraman, yo'qol. O'sha avvali nochor bo'lib uchragan men edim. Xudo uchun ketyotuvding. Sen tomonda farishta, Alloh bor edi. Men qo'rqdim. Seni men